Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad salom va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar. Bugun ko'pchilikni iltimosiga binoan qanday qilsa boy bo'ladi degan bir savolga javob berib o'tishga harakat qilaman, Allohni xohlaganicha. Men sizlarga bir narsani o'rgatib o'taman, xohlasangiz iltimos, xohlasangiz taklif tariqasida qabul qiling. Sizlardan bitta narsani so'rayman. Hech qachon birovni ustidan kulmang, hech qachon birovni masxara qilmang, hech qachon birovni kamsitmang, hech qachon birovni g'iybat qilmang, hech qachon birov haqida gumonda, bilib bilmasdan har narsani o'ylab gapirmang. Hech qachon birovga bilmasdan tuhmat qilmang. Hech qachon birovni orqasini kavlab, undan bir xato qidirishga, kir qidirishga, janjal qidirishga harakat qilmang. Buni men nima uchun aytib o'tyapman? Bu narsalar boy bo'lolmasligingizning kafolati. Agar shu narsalar sizda bo'lsa, buni Alloh ko'rguvchi, Alloh bilguvchi, vaqtida to'g'rilaganingiz yaxshi. Vaqtida ijobiy tomonga o'zgarsangiz, sizni o'zi boylik quvlaydi inshaalloh. Allohim taolo mana shu boy badavlatlik, ya'ni davlatga aytibdiki, agar kimki meni sevsa, uni orqasidan quvlagin. Agar kimki seni sevsa, undan qochgin deb amr etgan ekan. Men sizga aytib o'tayotgan narsalari sababi, agar shu illatlar bo'ladigan bo'lsa sizda, uni yaxshi tomonga, ijobiy tomonga to'g'rilang. Buning uchun nima qilasiz? Birov haqida shubhali o'ylamang, birovni aslo kavlamang. Ana shunda mana beva bechorani ko'rib qolsangiz, ustidan masxara qilmang, chunki uni Robbisi shu ahvolda yaratgan. Robbisini ustidan kulyapsiz. Nogironni ko'rsangiz, ustidan masxara qilmang, chunki uni yaratuvchisini ustidan kulyapsiz. Bir bechorani ko'rib qoldingiz yoki bir yomon yo'lga yurganni ko'rib qoldingiz, yo bir o'g'rini ko'rib qoldingiz. Uni ustidan kulib, uni ustidan masxaralab, uni ustidan g'iybat qilar ekansiz, siz uni Robbisini ustidan kulyapsiz. Chunki o'sha taqdirni unga Robbisi, ya'ni Allohim taolo o'zi nasib qilgan. O'sha taqdirni u bu hayotida yashab o'tadi. Qachon Alloh o'zi insof bermaguncha, qachon Alloh o'zi yaxshi bir taqdir ko'rsatmaguncha o'sha hayotda u yashashga mahkum. Chunki Alloh shuni xohlasa kifoya. Shuning uchun hech qachon birovni ustidan kulib, birovni masxara qilib, birovni g'iybat qilib, birovni kavlarkansiz, sizga hech qachon mol va dunyo nasib qilmaydi. Nimaga? Baxilli bog'i ko'karmas deb buni eskilar aytgan, men aytmaganman. Buni xohlasangiz qulog'ingga olasiz, xohlasangiz otib yuborasiz. Taklif bizdan, qabul qilmaslik sizdan. Sizlarga bitta ajoyib bir zikrni e'tiboringizga havola etaman. Har bir namozdan keyin mana shu zikrni 3 marotaba o'qigan holatda Allohdan nimaiki so'rasangiz, Alloh so'zsiz sizga beradi. Inshaalloh Allohimning karami keng. U bitmas tuganmas boy, podshohlar podshohi, olamlar sohibi Allohga sizni qanaqa katta miqdorda boylik so'rasangiz ham uni farqi yo'q. Agar u xohlasa, albatta uni sizga beradi. Kechiktirsa xafa bo'lmang. Azgincha muzgincha oldin yo avval yo kechroq bo'ladigan bo'lsa, uni xafa bo'ladigan joyi yo'q. Agar bo'lmasa ham xafa bo'lmang. Nima uchun? Sizni o'sha qilgan duolaringizni jannatda dunyo boyliklar bilan to'ldirib tashlaydi. Mana shu qilayotgan boyliklaringiz o'shan uchun o'qiyotgan duolaringiz boylikka to'ldirib tashlaydi. Yo u dunyoligingizni to'ldiradi, yo bu dunyoligingizni. Bu Allohga havola. Qaysi dunyoligingizni berishini Allohni o'zi bilguvchi, o'zi ko'rguvchi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma inni as'aluka ya Alloh al-ahad as-samadul lazi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. An taghfir li zunuba innaka antal ghafurur rahim.
Mana shu zikrni har namozdan keyin 3 marotaba o'qigan holatda qanaqangi tilagingiz bo'lsa, Allohim albatta sizga beradi. Xudo xohlasa uyingizga boylik to'lsin, yaxshilik to'lsin, qut-barakot to'lsin. Barcha olam yaxshiliklari, ikki dunyo yaxshiliklari sizlarniki bo'lsin. Allohim har bir yaxshi niyatlaringizga yetkazsin. O'g'il-qizlaringizni rohatini ko'ring. O'ynab kulib yuring, sog'lik, salomatlik, yaxshiliklar bersin. E'tiboringiz uchun rahmat.